Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz ko'p bora ko'chalarga chiqqan mijozlardan suhbatlar oldik. Ya'ni minib yurgan odamlar mashinalar rozimi yoki norozimi degan suhbatlar olib boryapmiz. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, sizlar ham ko'ringlar, videolarga baholarni beringlar va kommentariyga o'z fikringizni qoldiringlar. Bugungi obzorimizda zapchas bormi yo'qmi degan obunachilar bemalol qo'rqmasdan ayta olamiz. Mana kuzovning detal deysizmi, bamper deysizmi, xullas nima zapchas kerak bo'lsa hammasi bor. Hattoki mana bu yerda laboy oynaklari, mana bu pakrinilari, xullas detalli har qanday zapchasi bemalol topsangiz bo'ladi aziz obunachilar. Bemalol qo'rqmasdan Jak mashinani xohlagan turingizdagi o'z biznesingizni rivojlantirish uchun Jak X8 mi, Prom tovarnimi yoki Jak M3, M4, Jak Sari mikroavtobuslarni yoki bo'lmasa pikaplarimiz hozir sotuvda juda ham ommalashyapti akalar. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Zapchasini hech qanday o'ylanishga hojat yo'q. Oddiy mana fara deysizmi yoki bu yerda arzimagan detallargacha akalar bemalol topsanglar bo'ladi aziz obunachilar. Xudo xolasa mana prujinalargacha bor akalar. Har qanday, misol motorni, kuzovni, boshqa bemalol zapchaslar aziz obunachilar topsanglar bo'ladi. Bu sizlarga ishonchli bo'lish uchun biz zapchas magazinini polnisda ko'rsatyapmiz akalar. Aka? Qaysinisidan? Kattasi 20 ta. Sanraydan. Zapchaslar qanday bo'lyapti aka? Ozgina fikringizni aytib o'tsangiz. Men siz bilan kelishgan yo'q-ku, to'g'rimi? Zapchaslar qanday bo'lyapti? Yaxshi, zo'r narx ekan. Narxlar zo'rlashmi? Arzonlashibdi. Oldingi nisbatan? Zo'r. Xo'p, aka, ismingizmi? Ismim Rustam. Rustamjon aka, qayerdansiz? Olmaliqdan. Olmaliqdan, a? Sanray necha yil bo'ldi bo'lganingizga? 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Nima kamchilik uchraydi Sanray bo'yicha? Bunaqa kaprizni mashinamiz ekan, faqat yaxshi ekan. Yaxshimi? Motor ishlashi, Zo'r, zo'r. hadoy sistemasi, Hammasi yaxshi. Hadoyga hali tekkangiz yo'q-a? Motorchi? Motorni faqat klapan almashtirdik. Klapan almashtirdi. Bo'ldi. Necha mingda almashtirdik klapan? 340. 340 da. 300 ming yurgan shunda. 300. Normalmi yo nenormalmi? Normal. Temboli gazda. Temboli gazda yurgan holatda. Mashinadan rozisiz. Shu yerdan mashina? Bu yerda emas, bittagida qoldi. Bittagida turibdi-da. Hozir nima zapchas olgan ekansiz? Bamper olishga keldim. Bamper olishga keldingiz. Mana bamper nimasini o'g'lim haydab sindirib qo'yibdi-da. Oldiga haydab o'rgan ekan. Zapchasdan qiyinchilik bo'lmayaptimi? Misol 3 yildan haydab turgan bo'lsangiz aka, ochiqni aytasiz aka. Misol olmoqchi bo'lgan odamlar bor. Zo'r. Jak zo'r gap qo'shgan emas. 20 talik o'rningiz. Hozir 16 talik kelyapti. Yakka bilan bo'ldi. Yakka bo'ldi. Bilmadim buni endi. Hali minib ko'rganingiz yo'q. Endi minib ko'rgan odamlardan xudo xolasa ozib olamiz. Hozir eski variantini fikringiz yaxshi. Bilmadim endi 16 talik o'rinlikka qo'shimcha sizinaga ruxsat berdimi, bermadimi? Qayta jihoz olishingiz uchun 3 yil ketadi. Buni yagondarchaga borasiz, ariza topshirasiz. Yo'l yo'rig'i bor xullas. Siz bo'ladi, imkonni qilsa bo'ladi hamma narsani. Shunaqa deyapti, lekin bolalar ko'pchilik shunaqa aytyapti, qayta jihoz. Aslida shu 18 talik kelgani shofirga yaxshi-da. Endi bizga qancha ko'proq odam chiqsa, o'shanisi foyda. Olmaliq Toshkent qatnaysiz? Olmaliq rohat qaytmayman. Olmaliq rohati. Yo'l kira nechi pul? Yo'l kiramiz 13 ming. 13 mingmi? Qopladimi bemalol? Ha, qoplaydi. O'zini-o'zi bemalol o'ligini tortdami? Yaxshi hammasi. Baraka topdingizmi mashinada? Baraka topdingizda aka. Konditsioner ishlash qanday aka? Konditsioner dahshat yozdi, zo'r. Pechkalar? Pechkalar ham zakonniy, gap qo'shgan emas. Bir rohatga xudo xolasa boramiz. Yaqinda nimaga borib keldik? Mostaydagi shu yerda turamiz. Shu yerga bordik. Bitta mijoz bilan obzor qildik. M3 M4 mingan yoki Sanray mingan odamlar bilan suhbat qildik. Sizni ko'rmadik ekan. Biz o'sha yerda. Nasib bo'lsa ko'rishib qolamiz xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin. Iliq fikrlar, realni yurakdan chiqqan fikr. Nimaga obunachilar ko'radi, o'zini fikrini aytadi. Zo'r. Gap qo'shgan. Joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa baraka toping aka, mashina. Jakdan olinglar. Jak zo'r. Ha, Lasetti, Cobalt'dan Ancha zo'r. oladi-da. Odam bilan 20 ta bilan haydaymiz. Cobalt ham olamiz. Jakdan Jak Gentrani olasiz. Rasxod qanaqa rasxod qilasiz aka? Bitta zapravkamiz 360 yuramizda. 360 km yurasiz. Nechta talabani qo'ygansiz? Короче, qo'shimcha balonimiz bor. Aha. Ikkita 80 talikka qo'shtirgansiz. Ha, qo'shtirganmiz. Aha. Pulimi 160 ming, 170 mingmi? Bo'la 165 ming, 180 ming. 200 ming so'm olsangiz ham 80 talik nechta balon qo'shtirgansiz? Ikkita 30 talik qo'shtirgansiz? Ikkita 30 talik bor. Gapi, ikkita 30 talik bo'lsa 160 ga 210 ta bo'lgan ekanda. 210 ta bilan 360 km yurasiz. Taxminan 500 soat atrofida 3 kilometrga rasxod. Trassaga chiqsak, undan ham ko'proq. Samarqandga yoqqa ketadigan bo'lsa. Borlarmi, viloyatlarga ham zakaz tushadimi? Rasul-ku, aka qarang. Chetdan keladigan Qozoqdan kelgan turizmlar Sanrayga yopishadi. Bizni Jakka yopishadi. Nimaga konditsioner bor, do'stlar ko'proq. Do'stasi zo'r. Aka bitta narsa savol, bitta kommentariyani o'qib oldim, yaqinda obzor qildim Sanray bo'yicha. Uzoqqa chiqqan odamda adoni beradi deb yozibdi. Ya'ni charchatadi deb yozibdi. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emasmi? Unaqa emas. Trassada bemalol. 2007-yil birinchi Isuzu olib kelganman-da. Isuzu, bunaqa deb Isuzudan keyin
Jak olganman. Jakdan keyin Jakdan zo'r ekan. Gap bo'jigan emas. Misol boshqa mashinalar bilan solishtirganda ustun tomonlar ko'p. Ha, zo'r. Hayotda zo'r. Malades. Rozimiz sahi. Ha, otasiga. Joningiz sog' bo'lsin aka. Yaxshi kun nasib qilsin, xudo xohlasa baraka toping aka. Biz nimaga ko'proq obzor qilishga harakat qilyapmiz-da. Biz reklama qilaveramiz, maqtaveramiz aka. Buni minib yurgan odam biladi. Meni ham mininglar. To'g'ri, sizdan minib yurgan odam biladi. Mininglar. Ko'p negativlar ham aka kimdan tushadi? Mashinasi yo'q odamdan tushadi. Jak minib yurgan odamlar ko'p kommentariyaga ham kiryapti-da. Uka Jak vasha zo'r mashina deb yozyapti. Zo'r ekan. Gap bo'jigan. Olmaliqda biz sizlar bilan gaplashib qoldim bugun. Shu Jak Saray bo'yicha, M3 bo'yicha o'zlarining fikrlarini yozishdi. Ya'ni shu klapanda siqilish bo'lyapti-yu, tortirish kerak bo'lyapti. M3 da masalan. O'sha bo'yicha fikr bildirdi. Uni endi zavod bilan gaplashamiz xohlasa. Menimcha u odamning ham o'zi mashina zo'r. Bir ikkita minusni hisobga olmasadi. Yo'q, 3 yil boshida 3 kurgul qo'ydik endi. Arziydi lekin. Unaqa uncha mashina chidamaydi. Biz 20 ta odam bilan har kuni ishga chiqamiz-da. Necha kilometr yurasiz bir kunda? Bir kunda 400 yuraman. 400 kilometr yurasiz o'rtacha. Kuniga. 400 kilometr yuramiz. Bu aka, ba'zi ko'p siklem bo'lsa, to'xtaladi, boshqa qilinadi, ba'zi nagruzka tushadi. Shu holatga chidashga oson emas-da. Mana hozir рабочий silindr olishga keldim. Рабочий silindr ham olaman hozir. Xohlasa rozisiz. Zo'r. Yo'q. Hozir bitta savol bor, esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Yana bitta savol bor, esdan chiqib qoldi. Xohlasa keyin safar ko'rishganda beraman aka. Joningiz sog' bo'lsin, yaxshi kun nasib qilsin aka, charchamang. Farhodjon zapchasta bo'yicha hamma zapchasta topsalar bo'ladi, bemalol. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Jak Sunray, Jak M3, deyarli Jakni barcha turini zapchastani do'konimizdan topsalar bo'ladi. Mana hozir akamiz ham kelganlar Sunray bo'yicha. Xo'p, endi aka eski variantdagi Sunray haydayotganlar hozir 2026 dan boshlab yangi variantdagi Sunraylar kirib keldi. Ularda ozroq o'zgarish bor. Oldi tormoz sistemasi, ya'ni disklari, kolodkalari, orqasida farqi bor. Xo'p, ularga ham biz zapchastalarimiz kelgan. Ko'rsatib o'tamiz mana. Mana bu Stupitsa. Bu yangi Sunraylarniki. 26lar. Endi bu yoqda zarfaga tushib turasiz shu. Eski Stupitsa bilan yangisining farqi bormi? Farqi bor. Oldidagi opornisi ham farqi bor. Mana bu yangi eskiniki. Ko'ryapsizmi? Razницasi. Bu kichkinaroq bo'ladi, lekin tormoz sistemasida yangilarniki yaxshiroq ushlaydi. Shtobi nimaga? Ulardagi opornisi mana bunaqa bo'ladi. Bu yangi Sunraylik. Bu eskiniki. Ha, bu opornida farqi bor ekan, akalar mana. Mana yanginiki, bu eskiniki. Ha, buni nabrot bo'lgan ekanda shunda. Endi hozir ko'pchilik eski Sunray haydaydiganlar ham mana katta opornida qo'yishyapti oldiga. Tormoz sistemasi yaxshilanyapti ancha. Eskiga tushiradi bu ham. Tushadi, faqat supportlari bilan birga qo'yasizlar. Ozgina perdelka joyi bo'ladi, lekin tushadi. Ustalar qilib beryapti bemalol. Bemalol qilib beradi, uni muammosi yo'q. Hisoblanishlar xudo xolasa, bular zapchast bo'yicha yengil ko'rsatdik. Sizga ham zapchastlar kerak bo'lsa, albatta pastda qoldirgan nomerlar, telefon qiling bo'ladi. Jak Saray yoki Jakda har qanday turdagi nomerlar bemalol pastda nomer qoldiramiz, telefon qiling. Mashina tayyor turibdi. Zapchastni hech qanday o'ylanmanglar, zapchastlarimiz bor. Bemalol pastda nomerga telefon qiling, zapchastlar viloyatlaro bemalol dastavkalari ham xizmatlarimiz bor akalar. Va 7 ta filialimiz bor. O'sha yerda ham zapchastlarimizni yetkazib qo'ygan, to'g'rimi? Xudo xolasa, bemalol viloyatlar bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Bundan tashqari faqat Jak rusumiga tegishli zapchastlar emas, Changan, Shinray, BYZ, Hongji, ularga ham zapchastlarimiz bor. Xo'p, yana bir qo'shimcha qilib aytib o'taman. Jak Sunraylarga ko'pchilik kardanlar, M3 M2 kardanlar topolmaganlar bor edi. Ularni ham keltirib qo'ydik mana, zibol kardanlar. Katta. Yaqinda kelgan partiya. M3 M2 kardan-a bular? M3 M4 Sunrayga kardanlarimiz kelgan. Kardan, Pick-up haydaydiganlar ham bor. Ularga ham zapchastlar kelgan. T8, T6larga. Yaqinda yana bir partiyamiz kiradi, yangi chiqqan Jak T9larga. Ularda ham polni kuzovlari, hadovoy qismlari kelyapti. Hadovoylar hozir bor. Kuzovli qismlari endi keladi. Ular o'zi kuzov hali shart emas, yangi bu yoqda diskalarimiz ham kelgan mana. Sunrayga, M4ga, M3ga. Xo'p, bu eski Sunrayga bo'lsa kerak, mana bu yangiga adashmasam. Bir xil hamma. Bir xilmi? Mana, yo'q, bu eski Sunraylarniki, bu M3niki. Bu M3niki. Xo'p, bu yoqda mana pick-uplarda orqa bagajlari ham kelgan. Jakda 6 T8'lar yo'q. Bu yoq polni filtrlar hammasiniki bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Xohlasa bemalol past nomer qoldiramiz, telefon qilinglar, to'liq ma'lumotlarni yana operatorlarimiz berishadi. Hammaga rahmat, like bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, Jak bo'yicha fikringizni ham yozib qoldirsangiz, biz xursand bo'lamiz. Keyingi avzorlarda mijozlar bilan o'zingizlarni yana davom ettirishda harakat qilamiz akalar. Hammaga rahmat, videoni kuzatishda davom etinglar. Podpiska bo'lmagan bo'lsa, podpiska bo'lib, like bosing, albatta esdan chiqmasin. Ko'p like bossangiz biz ko'tarilib ketib qolish mumkin. Shuning uchun kamroq like bosaveringlar akalar.
Charchamang.